Bu darvozamiz ikinci darvozamiz. Pultları üyegelerde ketip koptu. Üçüncü darvozamiz bu karşısında. Kalitkeler alohida. Dünya pultları ikkita bo'ladi. Pultlar farq qiladi. Bu yangi texnologiyadagi pultlar. Darvozamiz tez tushib chiqadigan Rostantin texnologiyasida ishlab chiqarilgan gibrid faslli darvozamiz. Tepasiga ham ko'tarib qo'yamiz. Xohlovchilar bo'lsa asli metallga murojaat qilaversalar, asli metall jarmalari xizmatda bo'ladi. O'zbekiston bo'ylab, Qo'shni davlat bo'ylab aloqaga chiqaverasizlar. Hozir radio bloklarni ham orqasidan obzorlarni olib ko'rsatamiz. Bu kalitkalari ham o'ziga xos dizaynerda ko'rkamchiroqli qilib ishlab chiqilgan. Xizmatlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Metalllar xizmatda bo'ladi. Bayrog'imiz Tojikiston bayrog'i bilan ko'rinib turibdi. Aloqaga chiqaverasizlar. Asl metall jamoasi xizmatda bo'ladi. Doim 24 soat aloqadamiz.